Bugungi kunda O'zbekiston mediasi va ijtimoiy tarmoqlarini birgina muammo mavzusi qamrab olgan. Bu avtomashinalarning pullik to'xtash joyi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoatchilik ayni shu masala haqida qayta bong urmoqda, ammo mutasaddilardan birortasi hali rasmiy munosabat bildirmadi. Muammoning ibtidosi ham noqonuniy boshlanganini iqtisodchi Otabek Bakirov isbotlab berdi. Poytaxt parking birinchi marta o'tkazilgan auksionni bekor qilgan holda ikkinchi o'rinishda yanada arzonroq narxga poytaxtdagi ko'chalarga pulli parkovka huquqini yutib olgan edi. Ammo uning qaysi ko'chalarni yutib olgani esa aniq ko'rsatilmagan. Biroq Bakirov ta'biri bilan aytganda, monopolistning vakolatlari cheksizligi kun sayin o'z isbotini topmoqda. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, agar adashmasam 2 hafta 3 hafta o'tmay yana bitta ikkinchi auksion bo'ldi va taxminan 2 barobar 60 milliard atrofidagi summa bilan hozirgi mana auksionlarda g'olibi deb e'lon qilingan va parkovkalar tashkil qilayotgan kompaniya g'olib deb e'lon qilindi va u taxminan 2 barobar kamroq summada g'olib bo'ldi-da. Biz haligacha bilmaymiz kimlar ishtirok etdi bu yerda. U ishtirok etganlarda o'zlari afillagani mavjudmidi, yo'qmidi? Ular hali sparring raqiblarmidi yo haqiqatan ham yutishni reja qilib kirgan raqiblarmidi? Nima sababdan bu auksionda avvalgi auksionda ishtirok etganlar ishtirok etmadi? Shu savollarga ham javob bering. Nazarimizda monopolist qayda mashina to'xtash mumkin bo'lsa, shu joyga chiziq tortishda davom etyapti. Ijtimoiy tarmoqlardagi dod-faryodlar ko'lamiga ko'ra, rangi oq bo'lgan bu chiziq oddiy chiziq emas. Aksincha, poytaxt aholisining erkinligi huquqining ustidan shafqatsizlarcha tortilgan qismat chizig'ini eslatmoqda. Shaharda tirbandlikni kamaytirish uchun avvalo jamoat transportini ko'paytirish lozim. Megapolis bo'lish ostonasida turgan shahrimizdagi jamoat transportlarimizning ahvoli esa hammaga ayon. Qisqasi, qandaydir islohot boshlasak, o'rtaga darhol monopolist qilib kirishi an'anaga aylangan. Mashina to'xtash joylarini pulli qilishdan maqsad poytaxtda transport oqimini kamaytirish edi. Ammo bu ezgu g'oyalar oddiy bir bahonaga kun sayin ayon bo'lib bormoqda. Negaki mashinalar tirbandligini kamaytirish, jamoat transportini isloh qilish uchun qayta qurilgan Shota Rustavelli ko'chasiga ham pulli parkovka chiziqlari tortilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev shaharda tirbandlikni kamaytirish uchun shaxsan o'zi tavsiya takliflar bermoqda. Ammo biroq bir tarafda esa monopolistlarimiz islohotlardan unumli foydalanib qolayotgandek tuyulmayaptimi? Poytaxt parkingning huquqiy tomonlariga keyingi sonlarimizda alohida to'xtalamiz. Hozir esa uning ajabtovur ishlarga qisqacha va imkon qadar soddaroq nazar tashlab ko'ramiz. Poytaxt parking poytaxtda pulli to'xtash joylarini egallab o'zining chiziqlarini torta boshladi. Ammo narx anchagina qimmat bo'lgani bois monopolist chiziqlariga mashina qo'yish ular kutganidek tezkor natija bermadi. Shundan so'ng davlat tashkilotlari gavjum hududlardagi tekin mashina qo'yilishi mumkin bo'lgan bo'sh joylarni maxsus ustunlar bilan o'rab chiqishni boshladi. Misol uchun, asosan davlat tashkilotlari joylashgan hududdagi mana bu holatga e'tibor qiling. Faqat maoshga ishlaydigan fuqarolar mashina qo'yish uchun yillar davomida foydalanib kelayotgan Matbuotchilar ko'chasini poytaxt parking sotib olibdi. Eng ajablanarli va xavotirli tomoni shuki, ko'cha yonidagi o'ziga tegishli bo'lmagan bo'sh joylarni ham berkitib chiqishni boshladi. Tekinga mashina qo'yish mumkin bo'lgan joylarni atayin yo'qotishdan maqsad odamlarni poytaxt parkingga pul to'lashga majbur qilishdan boshqa narsa emas. Yanada qo'polroq qilib aytganda, Toshkent shahrida mashina haydash uchun qo'shimcha tovon undirish. Matbuotchilar ko'chasining yonidagi ushbu bo'sh joyga asosan Vazirlar Mahkamasining xodimlari avtoulovlarni qo'yishardi. Ertalab soat 9 dan oldin ishga kelishi va kamida 18:00 dan keyin uyga qaytishini hisobga olsak, xodimlar kuniga 10 soat mashinasini stayangada qoldirishga majbur. Demak, poytaxt parking qo'ygan narx bo'yicha to'lov qiladigan bo'lsa, har bitta mashina egasi bir kunda 120 ming so'm, bir oyda 3 million so'm atrofida poytaxt parkingga berishga majbur bo'lar ekan. Eng achinarlisi, shu kunlarda Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizlik xizmati bosh boshqarmasi ham piyodalar yo'lagining bir chetga qo'yilgan avtomobillarga jarimalar yoza boshladi. To'g'ri, yo'l harakati qoidalarining qaysidir bandlari buzilgandir, ammo aynan poytaxt parking paydo bo'lgandan keyin yo'l chetidagi avtomobillarga qatorasiga jarima yozilishining o'zi shubhali emasmi? Yo'l chetlari pulli bo'ldi. Bo'sh joylar sun'iy va ongli tarzda yopildi. Eng so'nggi chora esa ishga mashinada kelganlar qonunni aylanib o'tishga yoki buzishga majbur bo'lmoqda. Choraga qarshi chorasi ham bor ekan, ya'ni Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari piyodalar yo'lagining chetidagi mashinalarni ommaviy jarimaga tortishni boshladi. Nega aynan shu kunlarda degan savolga GAI xodimlari bizga murojaat keldi degan vajni keltirishmoqda. Bu uslub okeandagi kitlarning aylana hosil qilib, mayda baliqlarni bir joyga majburan yig'ish orqali ovlash ssenariysini ham yodga soladi. Toshkent shahri GAI monopolistni qo'llayapti deyishimizga yana bir sabab shuki, yo'l chetlarida 3:27 to'xtash taqiqlanadi belgisi qo'yilgan. Shu bilan birga poytaxt parking chiziqlari ham tortilgan. Shu joyda Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizlik xizmati bosh boshqarmasiga savol. Soatiga 12 ming so'mdan to'lab qoidani buzishga ruxsat berilganmi? Prezident shahar va mahallalardagi noqonuniy to'siqlarni yo'qotish topshirig'ini bergan edi. Ammo ko'rib turganingizdek, ba'zilarning shaxsiy
manfaati yo'lidagi harakatlarini har qanday qonun qoida va prezident topshirig'i ham to'xtata olmayapti. Shaharning ko'pgina joylarida to'xtash taqiqlanadi belgisi noqonuniy tarzda ham o'rnatilganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Qo'pol qilib aytganda bu jarayonlar pulini to'lab yo'l qoidalariga ham tupurib qo'yish mumkin degan xulosani paydo qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu videoda ham GAI xodimlari lotoklar ustiga o'rnatilgan temir panjaralarni olib tashlashga yordam bermoqda. Bu yerda mulk daxlsizligi degan qonunlarni ham 1 tiyindan qimmat, 2 tiyindan arzon qilishgan. Yillar davomida faoliyat yuritib kelayotgan maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari va do'konlar o'zlarining oldidagi bo'sh hududlardan mashinalari uchun to'xtash joylari yaratishgan. Ammo ayni kunlarda shu kabi tekin joylarni ham yo'qotish ishlari tizimli amalga oshirilmoqda. Bunda yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlarining ko'maklashayotgani ham ba'zi shubhali savollarni tug'diradi. Poytaxt parkingi esa savol qoldirish befoyda. Ammo iltimosimiz shuki, poytaxt parking o'zi yaratgan tizimni va qo'ygan narxlarni yana bir bor o'ylab ko'rgan holda faqat qonun doirasida faoliyat yuritsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xulosa o'rnida yana bir e'tirozimiz bor. Shu kabi muammolarga qarshi turish uchun bir zamonlar raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi ham tuzilgan edi. Ammo davlat byudjetidan mo'maygina pul olib yashayotgan bu kabi tashkilotlar sukut saqlashda davom etmoqda. Aslida ulardan munosabat kutish befoyda, ammo baribir nega degan savolni qoldiramiz. Gapirishga tilim bor, lekin haqqim yo'q.